Prezident Donald Trump Amerikada ishlab chiqarilgan mahsulotlarni targ'ib qilmoqda. Uning butun e'tibori arzon ish kuchi izlab chet elga ko'chgan bizneslarni vatanga qaytishga undashga qaratilgan hozir. Lekin prezidentning o'z biznes imperiyasi mahsulotlarni xorijda ishlab chiqargan. Oq uyda ko'rgazma, 50 shtatdan turli tovarlar, Maine shtatidan chiqqan yaxtadan tortib Gavayi shtati ichimliklarigacha. Prezident vertolyotining o'zi Connecticut shtati mahsulotidir. U ham ko'z-ko'z qilinmoqda. Trump Wisconsindan chiqqan o't o'chirish mashinasida. Prezident 17-iyulni bundan buyon Amerika mahsuloti kuni deb belgiladi. Uning aytishicha, xorijga ketgan kompaniyalarning qaytishi uchun vatanda sharoit muhayyo, imtiyozlar bor, nazorat yumshagan. O'nlab yillardan beri Washington millionlab ish o'rinlari o'zga davlatlarga ketishini kuzatib, qo'l qovushtirib o'tiribdi. Savdo va iqtisodiy siyosat o'zgarmadi, mana biz o'zgartiryapmiz. Demokratlar muxolifat nazarida esa prezident ikkiyuzlamachi. AQSh mahsuloti deb bong yurmay oldin o'z mahsulotlariga bir qarasin deydi ular. Aql o'rgatmay avval o'z biznesingni nima qilganingni tan ol. Trump kiyim-kechaklari qayerdan keladi? Xitoydan. Trump mebelichi? Turkiyadan. Prezident qizi Ivanka Trump ham o'z mahsulotlarini sotadi. Ularni hatto Oq uy ham reklama qilgan. Kiyim-kechaklar, boshqa turdagi tovarlar chet elda ishlab chiqarilgan. Ayrim narsalarga talab bu yerda unchalik katta bo'lmasligi mumkin. Shu bois chetga chiqqan va u yerda sotilgan. Talab oshsa, albatta sanoatchilar ham Amerikaga intila boshlaydi. Yangi fabrikalar paydo bo'ladi. Savdo bo'yicha mutaxassislar deydiki, biz hozir global iqtisodiyotning bir qismimiz. Bir narsa butkul bir joydan chiqmaydi. Har bir mahsulot global, chunki uning qismlari xom ashyo turli yerlardan. Chegara va okean osha aylanadi. AQSh do'konlaridagi har bir mahsulot ortida 5, 6 va hatto ba'zida 10 davlat turadi. Xullas, har narsa har yerdan. Bugungi Oq uy bunday tahlilni tan olmaydi. AQShning o'zidan chiqqan mahsulotga talabni oshirib, sanoatlarni vatanda ish o'rinlari yaratishga undayverish kerak deydi rasmiylar. Oldingi rahbarlar ham shunday fikrda bo'lgan va targ'ib qilgan. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.